Kordaşlar, yaxşımısızlar? Keş bolganda biraz paranlaşaylı dep oyladım. Bir inimiz mağa bir muncha ovozlarni ivatibdiki, ba'zan bir to'plardan kelgan ovozlarni, u ovozlarning ichida yangi tashkilot qurish degandek har xil temalar bor ekan. Burun mustaqilliklarni mustaqillikqa oid hech qanday bir nimamiz yo'qdi, bilim saviyamiz yo'qdi. Endi o'simi mundaq qilayli dedik, undaq tashkilot qurayli, bundaq tashkilot yeb, yangi pakiz tashkilotni qurayli deb bir muncha dostonlarni evatib ekan. Uning ichida tanlab angladim. Anglab bo'lib, bundan siz qanday qaraysiz deganda, va alaykum salom ukam, yaxshimisiz? Olimjon. Andan keyin siz qanday qaraysiz deganda men javobimni evatib qo'ydim. Buni qo'yib etib, undan keyin bir ozroq so'zlashaylik biz. Chunki bu ovozim balkim bir yerlarda uchib yurishi mumkin. Uningda mishadamlar qo'yib beray. Qo'yib bergandan keyin ozroq paranglashaylik. Assalomu alaykum, inim yaxshimi? Mening endi bu harakatni qilishimdagi sababmi o'zim vijdon azobidan biza bo'lsinmi neri bo'la oladi ekanman. Qarang, qo'limizdan boshqa ish kelmasimi tinmay biz irqiy qirg'inchilik uchirdik. Zaminning egasi bo'lganligimiz uchun irqiy qirg'inchilik uchirdik. Irqiy qirg'inchilik uchirgan bilan zamin deb chiqdi deb zuvanimizni anglatayli davatini qarang. Hozirgi vaqtda qaddimizni ruslab, tilamchilik qilmanglar, kishiga qarashli bo'lib qolmanglar, zaminimizga ega chiqayli. O'rinsiz jidalga kirmanglar, zaminimizga ega chiqayli. Bir-biringlarni bo'zaq qilmanglar, bir-biringlarni qo'ymanglar, aldamanglar, zaminimizga ega chiqayli deb turib tinmay gap qilishdik. Sababmi mushuning uchun. Endi biz zaminimizdagilar hech qanday o'ylab beqanlar vatandagilar faqat undaq jim yetib olganlar yo'qdi. Ha, qancha qiyinchilik bo'lsin o'rnidan qo'yib bir ish qilib boqdi. Unda bekoyasi keladigan yer yo'q. Turkiyada 5-10 yil bekoyab ishlamasak uningdan jiqaroq pul topadi ekanmiz deb o'ltasa, endi nima deyishni bilmayman. U hozir tashkilot qurdiki, yana birma degan debsiz. Bizda tashkilotdan jiq nima yo'q. Odamlar o'zgarmadi, tashkilotlar yengiladi, mehnat tashkiloti ma yengiladi, qurdi deydi, yana bir yerda yana birini qurdi deb turib bir to'p ayollar, bir to'p erlar u davlatga berib yig'in qatnashib, bu davlatga yig'in qatnashib, u o'ynab, yeb, ichib, qaytib kelib shunalar tugadi. Ziminni g'amini qildigan odam bunda bo'lmaydi, bunda bo'lmaydi. Ishqilib tashkilotlar u yerlardan pul oldig'imda 2018 men NED'dan pul oldik degan gapni allamaqachon so'zlab bo'lgan qarang ukam. So'zlagan vaqtimda tillab bir qilayotgan. Chunki internetda hamma narsa aniq tursa, tinivasili voy yo'q u bu deb. U NED'dan pul oldig'ini tunugim bugun chiqqan narsa emas. Bu yil u to'satdilla aqti ko'kti deb turib bir ay dunyo uyg'ur qurtini tilasanglar, bir ay yana bir nimani qilsanglar, Allohning jidil tugisa saqalniki o'ssak, saqalniki tugisa ko'ynak o'ssak, hamda shundoq qilib o'tiraylik. Maqsad shu. O'zini axlab voyay odam uyqudor ichib olgan bo'lsin uchun birdamligin uyg'onadi qarang burun uxlab ekanmiz burun mundoq ekanmiz deb bir o'standa suvni ichib yumdan toz ichib bo'lib hammaga qatnash bo'lib endi kelgancha to'satdi voy unda emas mundati ma andati a mundati deb voy o'pmoqchisizlar bir ustalda birla yeb baqqan odamlar tomoq yegan odamlar to'satdilar u oxir o'lishib bir narsadan yaxshi bir narsadan derak bermaydi deb o'ylayman manchu. Shuning uchun bu temalar aralashganmi yo'q u deb siz jiq narsa savol qo'yibsiz faqat mujidallar qat'iy aralashgan yo'q. Mening dardim vatanlar. Agarda millat o'zi uyg'onib ketsa, o'zi qopib ketsa, u boshqa narsalarga hech kimga ehtiyoji yo'q, tashkilotga ehtiyoji yo'q. Tashkilotdan nima keragi sizlar o'ylab yiqinglar. Shu nimadami Rossiyadami u davlat bu davlatlar namoyish olsin degan bir kechada degan liqqa chiqdi. Turkiyadami vachchidan chiqayotgan
o'tirg'i chiqqanlar nima ular degan ko'lamlashgan chiqqani bir yerdan signal keladi ular chiqadi lekin boshqa davlatlardagi u demokratiyalashtirimiz yoki yerning jidili yoki o'ti puti deganlar ular xalq ishchidan qo'zg'alganlar biz shu xalq ishchidan qo'zg'alsa boshqacha bo'lamiz u agarda bir o'kinish tuyg'usi yo'q tashkilotlarni qurdi tashkilotning beshimi o'ti puti deganlarmi ozroq o'kinmidi o'ylab bir rasmiy yag'am o'kinish degan narsa yo'q nomus qilish degan narsa yo'q hayosizm butunlay yo'qolgan agarda unda bo'lmagan bo'lsa yo'q man burun bundoq qilgan bo'lsam endi bo'lsin bundoq qilay deb turib durust mangadi jim bo'ladi voy tillaydi o'zining qarshi fikr degan narsa yo'q savol qo'yish degan yo'q burun deb bo'lgan narsalar bu kam yani chiqib turib bunda degan bo'lsin bunda desangiz anda qilsa nima ish qidayman qilayotgan ishim bor mening tashkilot emasman yo bir o'zimning shaxsiy kuchimning yetishicha ishni qilaman millatim bo'lsak bo'lmas ekan voy tilamchilar butun dunyoning hamma yerlariga e'lon qilibdi chiqaribdi shu sat videolarni voy chiqarmanglar deb turklarga telefon urib voy izlab yurib chiqarib yo'qotqizdim nima sababdan voy turklar seni tillasa eg'ramaydi ekansan manga qilsa man bundoq qilmanglar tilab yotmanglar nanalardan cherkovdan u yerdan bu yerdan akagan aka bersa yemanglar halol haromni orib yanglar qo'pinglar mehnat bilan yashanglar dedi o kiyinishinglar hargiz ishlamasliginglarga sabab bo'lmaydi dedim vatandagilar chiyqiryotidi dedim durust qo'pinglar o'rninglarda dedim ishlaganlar shunchalik xo'shal va ishlayapmiz bundoq bo'ldi andoq bo'ldi ish degandan o'rni shunda jiq ishlamaymiz deyotsa jiqlar tunishtirib qo'ysa 2 kunda ketganlar bor bultur oldingi yili davomliq bor ma öneri kirganlar shunda xo'shal qizlar ayollar anadagina oila zo'ravonligining shu sababdan degan jiqlar ayrim hollarda so'zlab bizni mundoq andoq ba'zilariga aralashdim ba'zilariga gap qildim erlari bilan so'zlashdim u mening kasbim emas lekin mening burchim birisi bo'lsin xo'shal bo'lib qolsgan birisi bo'lsin bir kunning seriqini ko'rskan deyman u butun dunyoda har qanday davlatning ichida u majra bu majra bor quloqni etib olib biz pokiz biz baxtlik biz shunchalik baxtga cho'mib ketbarmiz desak yolg'on u mavjud tursa talay oilaning majrasiga aralashdim mush sababdan aralashdim erlarimizni bir gaqib qo'ygan bo'lsangiz biz chiqib ishlagan bo'lsak erlarimiz gaqib qo'ygan bo'lsangiz mundoq bo'lsa erga gaqib qo'ysin mundoq deb turib voy talay ishlar mavjud tursa voy o'lmalar birligining aralashgan ne ishlayotgan yuqori ma'lumotli qizlarnimi 3-4-lik app bo'lib opirib chiqishammidiq deb so'zini berib talay ishlayotgan aralashdim mening bolalarim bor bilib turib anglab turib uni bir qadam olmasam u men uchun omonat men uchun gunoh bo'ladi zuvan chiqarmasam deb qilaman u bo'lmasa nima chottiram bir qiyni qondosh bo'lmasam hech kim bilan faqat bir millatdosh millatim bir meni undan boshqa hech qanday ishim yo'q qo'ymichilarnikida mush yaqindala necha qo'ymichilik aralashdim ba'zilarga gap qildimlar mushu yetni oldida berib o'tma deb turib ikkiga bo'lib hozir birinchi qadamni berib bo'ldi yana qolg'ini qoldi voy talay pullar ish haqqini ololmagan voy aralashib hammani to'g'ri chiqib demaymiz bo'lmagan yeriga ibrat bo'lsin deb turib deymiz uni böyle dumbayısımı diye iş qilibchu men nima desam bo'ldi degida deb bo'ldim endi u ko'nglingizni tushundim lekin u jidallarga aralashmam tashkilot quramdi voy xonlik quramdi nima qurmamdi odam sarang bo'lmasa saranga kishiday o'ylab Azroq bir qanchasininki savoliga javob berib qo'ygandim. Baribir u bir yerlarda uchib yurganidan o'zim mishatli qo'yib beray dedim. Tashkilot yangilanmoqchi dedi ba'zilari.
Bəziləri andaq olmaqçı, mundaq olmaqçı deb. Əgərdə meyarınız işləsə, başqa adam kontrol qılmaydı bunu. Əqlimizni işlətsəkla, həmmə nərsəgə özümüz ega ola alayımız. Vətəndikilərninki şundaq bir videolarını bəzilər çıxırdıkən, zulümgə könüp qilish deb bir xarakteri var. Qarab birdəmdikini mundaq ötüp, voy deb özünüzün işini qilayversiz. Əgər də vətəndikilər tuqqanlarınız mövcud bolsa, aşağı tuqqanlarım var desanız, qopsiz. Abay dedim, ökünüş tuyğusu yox deb. Şunca cıq təşkilatlar yana təşkilat qurmaqçı. Burunqısı müstəqillıq əməsdi, əmdi müstəqil təşkilatdı, müstəqillikni istəydiğən təşkilatlar qurumuz deb. Sizlər qurmaysızlar. Sizlər oyun oynaysızlar. Hərəkət yox, aş oyun. İş buzuş, oyun. Müstəqillik doğrusida 2018-19 vay Salih Xudayarmı çıkıp kıldı, erkek ne kıldı, 100.000 kişilik imza olsun, aşı tınmay besibilen gazimen degenle etraf kıvızımızda şu iş. Erkek kırgınçılık doğrusudan vay 2018-19 degen ay vay yetkizip dur kıldığanı kılıp, ivetilgan ivet aş 100.000 kişilik imza bizge yetip aşıdı. Anık u yerde mundaq hoptu, bu yerde ondaq hoptu. Xudu Aqsarağa ağış qılğandak, bu dövlətin parlamentiga ağış qılğandak, vay təbrikləşib bir-birlərini qıp gəlsənlər. Şunçilik gıdığım gəlib kütüdü jumu. Nomusmu qamaysızlar, indaq qıp durub rəsm çüp gəlsənlər deb aşında gıdığım gəlib kütüdü. Bu çok adamlar biz Kur'an'a yetkenler şunda cıqay kiçiklərə meyli. Kur'an'a yetken adamlar boğandikin səlle işlətsiniz bilisiz. Bu dinimiz mi? Xalqның digini boyunca emas, kitapdakini izlab baqsan, kitapdan tapalaysan, yeşilginidan tartib Uyg'urcha har qandaq tilda bor Uyg'ur Qur'onningki. Bu o'zbekcha bizga yaqin, qozoqchami yaqin, turkchami yaqin. Ay, turklarning orasidami tarjimon ishlatib yuradigan aşı odamlar sana yeshdim deb o'g'itolmaydi. G'idig'im kelgida qiliqlarning Bəzən nəsələn videonu çıxır qoyasam, oyunğa aylanır ekan, bekadima qıvatqan işimiz qap qilib, oyun bilan bo'lib ketadi ekan, xuddi televiziya teatr ko'rayotgandek birdamdiki, mana munda bo'pti, anda bo'pti deb turib tugaydi ekan deb jimjit mengayotimiz. Tirishayli deb. Amaliyotda shuncha tashkilotlar turib, Turkiyada paloni tashkilot turib, Vatan bombagan bilan tashkilot degan vaşan, he? Vay bir-biringlardan esillik, söhbetlik tashkilotning boshliqlari, endi bir-biringlarni sestib burun bir qetiqishganlar, aydingda birga qetiqishganlar, endi to'satdan satlashib, undaqa deb. Amaliyot endi dedim, pul oldiganni Rabia Qodir bilmamdi. Aş ägeş kuchlar bilmamdi. Dünya Uygur Kurultayı'nınki ne dedim pul aldığını torda eniq yazıqlıq 2018 çıkıp sözlesem degen vay o fakat bu baxmagan mişyak uruplu gap tapqandak sakrap taxlap ketkenler emdi çıkıp andıq dedim. Muşu Ramazan'a şunu toğurladığınlar ama o sesip ketken paytıma o tema. O federasyası dedim qılımız, aqılımız, köqılımız. Hey, hainni özün tutiya qatardı bilip olturup aşının nəsini görüp bunda adaptı, anda adaptı, bunda adaptı. Tınmay çıkıp diye vatata aylaqı WhatsApp toplardakini Zümrət xanım siz ivet qoyğan bolsaq da. Vay bir tasqapraq ivet ala boncu alacaqını ağlamayman mən desem ben tasqap neçisingen ivet qoyup. Biresinglar çırayınlan çıkıp doğru sözlemeysizler. Bir sıtıqmadı ayrım xanamda bir yaman yumurda birini dep vermedi. Yüzünüz bilen çıkmaya paranlı şeyler dep birisi yezipti. Ama yüzüm miş dursa yeldiyim. Kanda çıkıma yine baramdım bilet dep veremse yine ver paranlaşıp giley dedim. Mında sana adama özününki avazım yok, çırayım yok. Çırayımla çıkmam sen yez koyuptu. Tova deyme. Eyle ki nimenime pulunun kiymiş şu. Öyle otasak biz 10. kirim buludu.
tapavat oldu. Teşkilatlar berdi, u yerden berdi, bu yerden berdi. Şunun için öyle otagan yaxşı dep. Qancha yıl oldu oltağılı? Desem 8 yıldır. Vay umdan boptu. Elim astыңızdan bir nas ünüp ketmepti dedim. Oltırıverip dedim. Turşkanlar qarap oturup bir-biringlarga. Acayip insanlar. Ya kopmuduk. Başkalarına mı azraq mı hevesimiz mi yok? Müstakil devletvalarga nispeten azraq mı bir işiniz tarlık kıldıgan? Muna bu yemalanın müstakil devleti var. Oy bizime okşaş adam bu deydigan mundaq mı bir tuygularımız yok atkan ökünüş duygusu. Hemme tuygu yok algan bir ölgen adamlar. Mişyadikinin minisini elik işeknin minisi bolsa miyagi yem boğulu kilemte digen okşaş. Muş minisini hem evitip Xitay nima sap qo'ygandi bularning ichiga yoki xoinlar nima sap qo'ygandi, nimaga o'gitib qo'ygandi bularni deb shundoq deb his qilib qoldigan bu qoldim men. Hayron qolarlik darajadagi bir xil oshiqlik. Xitoy shunchalik zulm savasimi Xitoy bilan birga yashaymiz. Vatanni mundaq bo'ldi, ahvoldi, palonchini bosqinchilik qilibdi, bo'kinchini mundaq bo'libdi deb turib to'tiyalarni hammani chiqib so'zlatding, yana Xitoy bilan birga yashaymiz. Yana xainlar ergişse. Sen özüңнің bir adam ekanligingni bo'lsin e'tirof qilgan bo'lsang, xainga ergashmaysan. Xainni cho'ng bilmaysan. Ashnikuncha vaqchab o'tirib anglab, "Voy, ma guy munda debdi, aguy anda debdi, ma je mundaq debdi" deb o'tirib, "Voy, ashlarniki yana anglayotamsizlar" desam, "Qarang, Uyg'ur bo'lganiki anglab qo'ydi, xo'p bo'pti" dedim men. Uni anglamayman, lekin ba'zan bir sing'illarimizga İnnelerimiz dep koyma. Düşmanlar nemiş kıvatkallarını biliş gerek degendikin kızlarga dep koyma. Palanç pokunçilikin anlap bakana nem depti bir sımışlak deydi degendikin anlap bakandikin mında depti mında depti. Anadaki munçinci minutta nemi sözlep mında sözlepti dep koydu. Şunu olan ben çıkıp onu Anlayma, anlap bulup, manda boptu, bunu degeni, manda bir bişarat berip ötüpse bu biçerlerimde şu teşkilat kuruş, yoki manda qilish, yanıla şu Uyg'urni tilamchilikka, hey, tilmanglar, ishlanglar, kishininki qo'lidagi kirni yeydigan odamga aylanib qolmayli deb turib, shuni dedim. Kiyinishingiz, yo'ginishingiz, hijab kiyishingiz hergiz ishlamasligingiz sabab bo'lmaydi dedim. Dumba yavatkan aileni haydanglar, ama dumba yavatkan talay aileler barken arılışıp vatım. Künlüğü 5 vaktin arılışıp vatım ben etsinkiga. Hey, azraq mı bir vicdan azabı tatmaydikense iş çağırt diyen narsa başka adamnikiga. Mesela devletimiz yok, kanun yok deysizler. Ey, azraq nalısını olsun anlap koyuş. Kerek insan boğandikin. O Suriye'dekiler pul yığıptı. Türkiye'dekiler pul yığıptı. Hey, yalgan neslerden talay netçin tutup oturup torgumu çıkarıp koydum. Tınmay oturup Suriye temisi, yani birim temisi, yani birimi temisi. Hey, Türkiye'dekilerin kıvatkan naynaylarını mı tutup aldık ha? Ölüş gününün özü de üçünü tutup aldık. Ne kızval birleşip mi tutup aldık? Siz bir yaxtinga qiling, men bir yaxtinga, yana birisi bir yaxtinga qilib bir tamla shu tutib oldik. Sizlar o'zinglar tilamchilikni bir kasbga aylantirishga hassa qo'shayotgan bir muncha odamlar bor. Eyliqi İsa Yusuf Vahbi degan bu dongliq tilamchilarni yetishtirish markazi g'o hamdi. Uşaqlarni chiqib, o'zinglarning bolalaringlarni o'tirib qo'yib beqinglar, nevirlaringni chiqib asha tilamchilik 100 lira munchaq deb turib ashini video as degan eyliq turklarniki torbatlarda. Ey, yurkinglar qop qora bo'lib ketgan bir top insonlar. Ashunda qilmasanglar o tashkilot jon boqolmaydi. Ammo tizimlik kerak. Uyg'urni palonchi odamga yordam qildik, pokonchi odamga yordam qildik deb tizimlik kerak. Uningga as qo'shyapsizlar, jiqlar. Türkiye'deki teşkilatlar eğer de kambag'al bo'lgan bo'lsa, Kanada'da çirkovni o'ngshaymiz degan chaqda ayas qo'shib talaylar pul yig'ishni boshlab bo'lgan-ku. O'ylab beqinglar. Sizlar o'zinglarning pulini normal yerga ishlab vatandiz chiqmagan bilan ashundaq tetiqsiz mos temlarga vahshiy pul chiqarasizlarniki. Xotindek bo'lib ketgan odamlar va cho'ng erlar.
Ben milletimni kemsitmeymen. Tüzeyli dedim. Bu mevcut bu. Tilemçilik mi mevcut? İşsizlik mi mevcut? Aile zo'ravonligi mi mevcut? Qo'ymichilik mi mevcut? Hamma narsa mevcut. Mesela Orta Asya'da mı Uygurlar aş vatandan çıkıp aşağı işleyotganlar. Vay şunda eğer iş qilib turib kelip mi? Vay ya da sizin bugün sözünüzü anladık mı da kıldık deydiganlar var. İşlep yaşavatdı aşağıdakiler. Aşı vatandan çıkatganlar. Ularning şu Xitoy pasporti. Lekin Turkiyadagidek unda o'ngdisiga yetib, anda ishlamay anda yotganlari bor-ku. Men ey Xudoyim. Yotqansiri yetib ketdi deb o'rnini yig'masa, mo'mam rahmatlik deydigan o'rnini yig'masa yetibli qoladi odam, karvat tortidi insonni deb turib, o'rninglarni qiqib etib turib, mundaq qilib turib, o'rninglarni yig'inglar balam, mundaq qilinglar, yerning yuzini ochsanglar savob bo'ldi deb turib, ashta desa deb turib, ashtaq deydiq, qilidiq. Ey o'ylab beqinglar, yotsanglar nima endi u deyman-ku. Bir yaxtın yazsanglar, bir yaxtın tilesanglar, işlemisanglar, anandikin vatan degan narsa butunlay tashlaqliq am Uyg'ur mavzusining yangi temasi chiqibdi yana. Voy pul yig'maymiz. Gangjin akab beringlar. Tümü kerak, simot kerak. Pul yig'maymiz, anas kerak. Oh Allah Xudoya tova, tova ko'nglinglarga insof bersin. Uyqanlarını içip yıkınlar. Azrak olsun kallanlarını işitip yıkınlar. Ey cinim Uygurlarım. Ey cinim Uygurlarım. Biz okşaş millet ko. Millet diyen yerge Uygur dep yazılımız ko. Ey bu çetelerde kılışımızga nime sebep boğan aç vatandik bedel tölegenlerinin bedelige Uygurnu tonugan ko kaka. Demokratiyalaştırış teşkilatlarına erişip durup namayışlar bağan. Hey namayışığı. Oy Xudayım oylap baksam doğu desem doğu deyme. Eğer de 2018 şu namayışık bağımıgan bolsam, herkes bilmeydim akış ucu aldı iş bicemigen bilen dese, dep oltağan bolsam, akı berip bakmagan bolsam, nimi dep oy 5000 kişilik nimine neticesi çıkıyordu dese, dep oltup ingep yülep ottağan bolsam, bunda bolmaydım. İzdin baksanız torda hemen nimi var. Her kandak teşkilatının abdibeşirsi yiziklar. Kaysi yerge karışlık olsa enedi karışlık teşkilatlar. Hemmisinin abdibeşirsi. Ende palayay pul aldı. Manınga alıdı. Manda jigiraşkanга alıdı. Mani nime kuruska gançaga kuruska alıdı. Paliyetke alıdı. Aşında kıp durup can bakıdığan tursa. Sizler aşını bay kılıp yantık Uygurdu mu bedel pulu. $1 des. Şunun oldu adamlar. Ahli kuvvetinler nim boğan bilmedim ey. Xudayım saqlasın. Herhalde milletimiz için iyi çıkıp koyaylı, kapılmay. Eğer de Uygurluğunuzu unutulup kalmışsınızlar. Vay din deydiğimizde vay sözlep sayırap vay yey hicap hakkında mediye, şiir, o povest taskaldı roman yazıp etkili. O ziyalilardan iki taraf olup ma antillap aşındak bop kettinler. Ey hay numus ködük bildik. Bek noç nəslərini yazalayıtkensizlər, vəhşi ikensizlər, ködük. Qeyrindaşlarım, Uyğur erki qırğınçılıq uçuravatırıq. Erki qırğınçılıq uçurğan millət zəmən dəb çıxılır. Rəhmət sizlərə.